Ay, Nuri o'z qo'lim chiqib ketgan. Nuri, bo'ldi qil. Mollarni haydab kelamiz. Nima o'zingni moling salqinga boylab, menikini avtoga boylab qo'yding, ha? Nima? To'ydirib yubording. Ay, O'shasanmi? Mollardan soyga oldi. Abetdan keyin ovqat pishirib yemaymizmi, ha? Voy, zo'r bo'lardi. Qara, unda sen kartoshka, piyoz, go'sht, tuxum olib kelasan. Ashir sen idish-tovoq, qozon, yog' olib kelasan. Men bo'lsa, men o't olib kelaman. Nima san Sen o't olib kelasan. Bo'p top kela qolaylik. Oyi, Ha, nima deysan? o'rtalarim bilan dalada ovqat qilmoqchi edik. Ushsa ayli o'shanga. Gapirsang odamga o'xshab gapir. Go'sht olsam maylimi? Ha, go'sht o'zimizga yo'q, o'rtalaringga qatsan. Bari, qatdan topsang top. Hop, olmayman. Bolalar, xolam o'g'li mehmon kelgan edi. Kartoshka bilan piyoz ko'proq oldim. Bizga qo'shilsa maylimi? Mayli. Nima qilamiz? Ovqat qilamiz. Oshxona bormi bu yerda? Hozir ko'rasan. Ashir olovni yo'q tezroq. Qo'lida olib ketdim. O'zing olib keldi. Oting nima? Firdavs. Firdavs? Qayerda turasan? Navoiy ko'chada, Bankskiy domda. Bank turasanmi? Bir bor boq, sabni kuni nasib, bir bor tomonimga boq. Namoy dardi meni holim endi, bir bor tomonimga boq. Bir bor boq, tavarrugim layli, bir bor jonim hozirroq. Xola sigirman. Ashir buqing qochib turaylik, kuylab sigirman. Oslima turamiz mumkin emas. Bu sigirini beni sindirib yoradi-yu. Baqvatligini qara, sindira olmaydi. Qan bilasan qanaqa qaraydi, ha? Men senga go'sht olib kelgin dedimmi? Ana qalbasadan ham zo'r chiqadi, o'rta. Bor molimni qaytarib kel, bor. Kartoshka to'g'ri otdimi? Ashir to'g'riydi, Ashir. Valloh ovqat pishguncha bagrata o'ynab turaylik. Voy, zo'r bo'ladi. Futbolni polya bormi bu yerda? Nashta tikon yo'q joyi, hammasi futbolni polya. Boshla, davay. Tur ortaga. Tur. Sirada skeytmi, rolikmi yo'qmi? Nima u? Uchadigan narsa? Ana eshak araba, uchir. U boshqa. Dur boshla ber. Firdavs ye. Ya, rahmat. Voy mazza. Hop. Lekin Firdavs karatega qatnashgan. Kim? Urishasanmi? Farqi yo'q. Ulug' urishasanmi? Yo'q, qarindoshim-ku. Qo'rqyapsanmi? Xolamni o'g'li urisha olmayman. O'zing urishasan? Ha, ursam urishaveraman. Firdavs, qo'y. Ovqatga qarang. Og'ir tepgan tovuq. Ay, stop! Qo'limni tomir tortish qolmaganda dabdalangni chiqarib tashirdim. Urishasanmi yana? Keyingi hafta urishamiz. Keyingi hafta men lagerda bo'laman. Nuri, Firdavs 5 yollaring. Undan ko'ra mazaq tarvuz yemaymizmi? Voy! Ashirni men qaramadim o'zga. Yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib keling, adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Men senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas.
Endi tushundim. Nogiron seningizni davolatish uchun adis shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keyin. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilyapman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyjon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun Urizorga boraman, yaxshi pul tushadi. Ketaman. Men bunaqa mashayniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings, Yunusobod 16-kvartali ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlang'ich to'lov qilsang, 2 oylik to'lov 5 million 700 mingdan ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Uy, Iskandar Buildings, Mers. Oyjon, sizlar sostaviyaga точно bitta ko'r keling kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa. Boshqataman. Adajon, boshqa. Siz nima edi, nogiron? Voy, turolmang keyin. Repetitsiya qilyaptim bugun. Bitdim men buni. Men ikkita bo'lib qoldim, Ro'parasida adashib ketdim. Start berdi. Yunus. Menga ham Yunusobod Qaysi? Chorsa. Qaysi bozorga chiqamiz? Kechiraylik siz. Yetardi. Cho'ta tanishda ovozam. O'rizorda ishlab yurgan paytimdagi ovozga o'xshayapti. Zavrosa aktrisadan oldin mashq qilyapsiz. Bugun Urizorga boraman, yaxshi hisob boraman. Nima bor? Yaxshi tushum bo'ladi. Kelin, meni mazam bo'lmayapti. Shu ko'z tegdimi deyman-da chiroyimga, a? Bilmadim oyijon, balki tekkandir. Ha, mayli. Aytgancha yangilik yo'qmi? Tug'ish deganlarda. Voy, uyaltirmang. To'yga borishim kerak. Qo'rqyapman, ko'z teganmidi. Oyijon, aniq ko'z tegadi, makiyajingizni ko'ra olmaydi odamlar. To'g'ri aytasiz, bormayman. Menga qarang, yangilik yo'qmi? 2 soat oldin yo'q dedingiz, hozirlarga qolmanmi? Bolam skoriy chaqirmasam bo'lmayapti. Davlingiz oshgan hozir hal qiling. Chamda kecha gapga borganman, xipcha deb belimga ko'z tekkan. Xo'p, ko'z tekkan. Menga qara, kecha xotini yangilik yo'q dedi. Senda yangilik yo'qmi? O'g'il bolaman, unaqa yangilik nima qiladi menda? Menga qara, xotining tug'masa, sen tug'asan aytib qo'yay. Bor skoriy chaqirmasam. Hech nima qilmagan, просто zerikkanlar-da, havo almashtirib kelishlari kerak. Voy, nima bo'pti? O'larkanmanmi? Yo'q, oyijon, hech his yo'q. Просто ko'z tekkan ekan, o'zingiz yetganingizda shu odamlarning ko'ziga ko'rinmay turishingiz kerak. Chetga chiqasizmi? Nima millioner onasimanmi? Chet el yuradigan. Oyijon, xos chet elga chiqish uchun millioner bo'lish shart emas. Yering bitta joyga boraman sizni. Voy, rahmat qizim, baraka toping. Menga qarang, yangilik yo'qmi? Oyijon, o'zi 2 hafta bo'ldi to'yimiz bo'lganiga. Qanaqa yangilik? Nima aytdim, yangilik so'raverasiz? Xo'jayin bir oyga javob so'ramoqchi edim. Nimaga? Uylanayotgandim, uyim remont qilishim kerak edi. Mayli, nima ham deymiz, tabriklayman. Rahmat. Spalni ham bitib qoldi mana. Lekin qiynalib ketdim mana. Nimaga ustalar ishlatmadingiz o'zi? Usti tushirsam to'g'ray pul qatda olaman. Salom kutibsan bilasa. Bollivud zal qilmoqchiman. O'zi arzimagan ish bor. Rom bilan turib, kraska qorishimiz kerak. Patologik natijani tortamiz, devorlarni yaxshilab shturkalaymiz-da, abo'y tortaveramiz. Keyin polni bitta chiqib kraskalar olsak bo'l. Hammasi bir haftadami? Ha, 4 ta xonatiga. Ishdan keyin qarash o'rasizlar, to'g'ri. Ha. Buni nima bo'ldi? Uloq qara, 3 kun qopti to'yingi bir pasda. Ha, o'sha hamma joy tayyor. Men toqlab, ko'kalab, tozalab olsam bo'ldi, qara. Bir pasda bitadi, ozgina qopti. Sinfdoshlaringdan 3 kishini chaqirsang yetadi. Bittasi ham qarashgan kelmadi. To'yinani ham tezroq yig'ishim kerak. Nima deb o'zi bolalar? Hali gap chiqmadi. Ha? Gel! To'yingi kichik
shu disga taqdim. Ertaga kartaji paysini o'zim olib beraman. Bo'ldi. Qara to'yingga 5 soat qoldi. Mahkraska quyursin. Mana shu bitta darvoza qoldi. Mana shuni bo'yab olay. Ertaga to'yim. Yo'q bola, endi menga qarab turib olasiz. Qo'lingiz bilan gaz stulni olavering. Allo, aya, biza Jo'ram bilan kredit olmoqchimiz. Yo'q, kredit olma. Bizlar olib oldik-da kredit. Zo'r qilibsan. Endi o'zing to'laysan. Xo'p. Ha, aya. Shu oyi kreditingni to'ladingmi? Ha, to'ladim. Jo'rang ham to'labdimi? Bilmasam, to'lagandir. Eshikni oching, bankdan keldik. Kreditingizni to'lamagansiz. Uyda hech kim yo'q. O mana gapiryapsiz-ku. Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Qanday to'layman? Allo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Xuddi shunday. Sizga qanday yordam bera olaman? Xolodilnik olmoqchi edim. Nech pul? Allo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Ha, nima xizmat? Xolodilnikni sotmoqchi edim. Nech pulga olib qolasizlar? Aka, keling shuni olib keting. Bir marta kelganman. Kreditim to'lashim kerak edi, aka, oling. Nima qilyapsan? G'ish qo'yapman. Kiyim oldingmi? Kastim shim oldim. Lekin men bunaqa futbolka topa olmadim. Qanaqa qilib to'layapti bu kreditini? Tavba qildim. Nima qilyapsan? Oq ko'ylakka kelganingni bankdanmi deb o'ylabman. Jo'ra, qara, sendan bitta narsa anchadan beri so'rayman deyotgandim-da. Ikkalamiz bir xil paytda kredit oldik. Sen o'z vaqtida to'laysan. Mana qara, gadoyim chiqib ketdi. Uyda hamma narsani sotib oldim. Shuni qanaqa qilib to'layapsan? Shuni yo'lini menga ham o'rgat. Buni yo'li juda oson. Qara, kredit olasan, kredit olganingdan keyin yaxshilab ishlatasan. Keyin to'lash vaqti kelgandan keyin uni ustiga to'lash uchun yana bitta kredit olasan. Uni ham mazza ishlatganingdan keyin uni yopish uchun ustiga yana bitta kredit olasan. Shunday qilib bir-biriga zanjir qilib, bir-birini qoplab yuraverasan. Xo'p, buni oxiri bormi? Yo'q. Buni oxiri yo'q. O'lguningcha to'laysan. Maftuni menga turmushga chiqsangiz, to'ydan keyin mana shu mashina sizga beraman. Siz haydaysiz. Rostdanmi? Voy, nima olmaydi bu? Mashinamni olib kelib tezroq ketishim kerak. 5-6 ta bizneslarni yo'lga qo'yib qo'yganman. Vav, zo'r-ku. Voy bola, yenga bekitib qo'yganman. Telefoningni ko'tar. Nimaga ko'tarmayapsiz? Ofisdagilar hozir ko'tarsam boshimni qotirishadi. Tushunarli. Unda siz ham ishga bora qoling, men o'qishga ketdim. Mayli, xo'p, Maftun. Mayli, sog' bo'ling. Abdurahmon keldim. Qayerda yuribsan? Uzr, kech qolib ketdim. Borish boshla. Ey bol. Abdurahmonga tozalatib olmamiz qilib bo'lib ketdi. Opa, men keldim. Uloq. Borish Bakilovga. Nima sasyapti? Nima kiyapti? Bashiram so'qatib ketdi. Borish Bakilovga tayinla. Ketdim. Shat yo'q qo'yasizlar. Qarang, aniq nimaga ochuv? Bo'ldi, to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, qani qaramangiz, bitta qarang. Voy, bu unaqa bo'lmaydi. Ana, qanday e'tibor? Jinnimi bu? Uloq Bakilovkani olib kel. Mana. Bashiringni aralashtirdingmi? Chaqirib ketib qoldi. Bor instrumentlar orasidan kapron olib kelgan, kraskani olib qizoramiz. Kes qilamiz. Jonim. Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamayapsizmi? Ne charchayman, ofisda nima ishim bo'lardi? O'zing nima qilsan? Men ustalarga qarayapman. Hamma joy yoyib tashashgan. G'alatiroq bitta shogirdi ham bor ekan. Yuziga nimadir boylaydimi, suradimi? Ne qarayapsan ularga? Bilib ishingni qilgan. Umuman bormagan oldiga ularni. Bashara qotib ketdi-yu, yuvish kerak buni. Tegele, obedga, ustunni bola, bo'laqa. Ay, nima qilaman?
Olinglar bolalar, olinglar. Qayoqqa qizim? Detskiyni siz bera olmaysizmi shu bolani? Nima qilasiz? Uni ovqatingizni yesangchi. Ko'rsam olib Hali choyda ol. Ada men keldim. Qayerda ishlayman dedingiz ustoz? Biznesmenman dedim. Shifokorlarga xato etdi-yu. Yur, ishlaylik. Some wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the